Motosikl narx-navosini so'ragan obunachilarimiz uchun biz yana hozir Bulung'urga kelganmiz. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek men Sunnatbek do'stlar, Qurbon hayiti munosabati bilan biz yana Bulung'urga kelganmiz. Mototsikllarni narx-navosini yangilash va katta yangiliklarni sizlarga ko'rsatishda do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Benzinli mototsikllarda har xillaridan bor va elektr mototsikllarimiz, ichkarida skuterlarimiz, Optimga ham, Donaga ham olmoqchi bo'lgan akalarimiz bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Optimga ishlayman degan akalarimiz bo'lsa, narxlari aytilgan narxidan arzonroq bo'ladi. Donaga esa endi narxi o'sha aytib o'tilgan narx bo'ladi akalar. Dastavka xizmatlari mavjud. Bemalol telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Samarqand Bulung'urda joylashgan. Pastda nomer bor, aloqaga chiqasizlar. Biz videoni akamiz bilan birgalikda boshlaymiz. Qani bo'lmasa, ketdik. Tamam. Xo'sh, hurmatli obunachi akamiz bilan obzorni boshlaymiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, hurmatli blogerlarimiz. Endi ana blogerlarimiz ko'payapti, ishimiz rivojlanyapti. Bizda katta yangiliklarimiz bor. Bugungi chislomimiz 25-may. Yaqinda Qurbon hayiti. Hammani Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz. Rahmat, sizni ham tabriklaymiz. Qo'yding ajali bo'ladi endi ozgina. Hamma yaxshi niyatda, biz ham yaxshi niyatda yangiliklarimizni tanishtirib o'tamiz. Birinchi benzinli mototsikl. Endi blogerlarimizdan benzinli mototsikllarimiz nima bo'ladi? Bugun olib keltirib qo'ydim. Bu yerni sindirib qo'ydik lekin. Narxlar Qurbon hayitiga o'zgartish qilganmiz. O'zgarishlar bor. Boshqa joyda shuni ko'radi-ku. Bo'ldi, masalan uchun sizdan Lazizbekdan yoki Sunnatbekdan ko'rdim. Haqiqatan boshqa joyda bunaqangi narx emas ekan deb turib, bir-biriga odamlar gaplashsa bo'ladigan narxlarni aytamiz hozir. Arzon va sifatli tovarlar yetkazish bo'yicha Nevstar bo'yicha endi bizga yetadigan yo'q, zavod, biz tamom, все. Birinchi qo'l desa ham bo'laveradi. Tanishtirishda davom etamiz. Nevstar 2 metrlik panejni radiatori bor mototsiklimiz. Benzinli hisoblanadi. 200 kubali. 200 kuba. Buni narxi 20 million so'm. 1 tonna 200 oladi. 1 tonna 200 kilogramm olishadi. Buni kreditga mahalladan olamiz deysa aloqaga chiqadi. Naqd pulga 20 million so'm. Hozirda naqd pulga skidkalari yaxshigina narxda. Qashqadaryodan keladimi, Jizzaxdanmi, Guliston, Sirdaryo, Samarqand, Navoiydan ham kelib ketishyapti. Endi bu tarafga yuramizda oldi tarafidan tanishtiramiz. Xo'sh. Bu ham benzinli 200 kubali panejinli radiatori bor. Plus buning yaxshi tomoni o'zi ag'daradigan selovoy silindri bor. Samasval. Samasvalni varianti. 26 million so'm edi. 25 million 500 ming qilib qo'yamiz buni. Kelsa joyida yana gaplashamiz. Yana o'tib beriladi. Bu mototsiklimiz qo'sha rama 200 kubali havoga soviydigan mototsiklimiz. Borti baland buni. Borti. Boshqalardan qaraganda, boshqalarga nisbatan baland. Narxini 19 million so'm qo'yamiz. O'zi elektronlarimiz 15-16 million, 14 million bo'lyapti. Baquvvatrog'i, eng baquvvat degani ham 1 tonnalik bo'lsa 14 million, 14,5 million sotishyapti. 19 million so'm. 220lik 220 200 kubali panejni radiator hamma yog'i bor. Narxi 220liklarning ichida legenda bo'lsin deb turib 21 million so'm qo'yamiz. 21 million so'm vaqtiga 30 million sotilgan bo'ladi. 30 million. Endi bularning ko'pchilik rasxotiga ham qiziqadi. Rasxot qanaqa bo'ladi aka? U o'sha aytaman, 200 kubalilar yuksiz holatida 3-3,5 litr yeydi. Yuksiz holat. Yuk bilan yurganda 4-4,5 litrgacha yeydi. Yukka qarab endi u. Alt Motorsdan bir dona mototsiklimiz qolgan. Baland bort, 200 kubalik, bilkalari 60 talik, radiator panejlar bor, qo'sha rama hisoblanadi. 28-30 million sotganmiz, 26 million 500 ming so'm qo'yamiz. Bunaqangi narx zavodda o'zida yo'q. Bizda bir dona qolganligi uchun skidka qilib beramiz. Nevstar yana. Nevstar o'zi skidkada edi. Mana Qurbon hayiti uchun yana 1 million skidka qilaman buni. 2 metrlik, 200 kubali havoga soviydigan sistema bilan 1 tonna 200 oladi. Buni narxi 19 million so'm edi. Skidkada. Yana 1 million o'tib 18 million qilib beraman. Va'da. Kelishsin. 6 tami qolgan, 6 donami qolgan. Uje 5-6 ta sotib qo'ydik 2 kun ichida. Hali narxni kelishtirganimizga e'lon bermasdan turib. Yana 6 ta yo 7 ta qoldi skladda. 18 million so'mdan berib o'raman. 1 tonna 200 lik. Buni hozir aka qarang.
skidga, yana skidga qilyapti, bu sotolmayapti degan fikrlar bo'lishi mumkin. Yo'q. Shuning uchun arzon Bunaqangi qilyapti. emas. degan. Misol qancha ko'p sotyapmiz? Misol 1 million bitta mototsikldan qolmasin, 300 ming so'mdan 10 ta mototsikldan qolsin, 3 million qoladi. Ko'proq. Ko'proq bizga. Uje hozir bu firma oldinlari transportrovka qimmat bo'lardi, logistik xizmatlar, yuklashlar qiyin bo'lardi, terish kerak edi ishlar. Terilgan tayyor olib kelib berishyapti bizga. Ha, tayyor. Endi skidka qilyapti, значит bunda sotolmayapti, arzon bo'lib qolyapti degan xayol bo'lmash kerak. Halol bo'lsa, kim bo'lsa skidka qilsin. Kim bo'lsa ham 18 million solishtirib ko'rsin. solishtirsin. Yana misol 18 million, 20 millionlik mahsulot olyapsanmi? Kelib joyiga kelib ko'rib, to'g'rimi? Ishonch hosil Ha. Ha 18 million desam kelib turib, bo'ldi, majbur emas-ku. Keladi, ko'radi. Ha, yoqdimi? Olsin, пожалуйста. Keyin bular faqat reklamada turadi, bular masalan anchadan beri yotibdi Ha, bular. yo'q. Bu yerda klient ko'radi, mana 18 million so'm bugun olib chiqarib qo'ydim, ha? Ha. Yo'q deydi bizda. Bizning xalqimiz shunaqa. Buni berma deydi. Menga deydilar, navesi tagida turganidan Ha. shu yoqda changi bilan berasan deydi. Ha, bo'pti, mayli. Lekin buni ham klienti bor. Xohlasa buni olsan, olmasa skrat. Ha, yo'q, farqi yo'q. Shunday olib boramiz, skratdan beramiz. Demanch modeli Demanch. full mototsikllardan hisoblanadi. 260 borti. Ham 260. baland bort hisoblanadi. Motor obyomi 250 kuba. Ikkitalik amortizatorlar. Vilkasi ikkita vilka, qo'sha vilka. Пониженный radiator hisoblanadi. Narxini 27-28 million sotganmiz. Buni ham o'sha bayramga 26 million so'm qilib qo'yamiz. 26 million so'm. Ha. 26 million so'm buni narxi. Bunaqangi narx menimcha bo'lmaydi. Bizda yana bitta trenddagi mototsiklimiz bor. Newstar qo'sha balon. Qo'sha balon. Newstar qo'sha balon 200 kubali, vilkalari 60 talik hisoblanadi. Buni oldiga bunaqa zashnik laboy, plasmas laboy bor, abgomonalari, kaskalari qo'shib beriladi. Profili baquvvat, xullas kalom muammo yo'q. Buni eng qiziq joyi qarang. Motoriga 2000 probeg yoki 3 oygacha garantiyasi bor. Ramasiga 1 yil. Ramaga 1 yil. Ramaga 1 yil garantiyasi bor. Muammo bo'lmaydi. Bu eng yaxshi full variant. Narxi qiziq hammaga buni. Ko'p gapirmay narxidan gapir deydi. Narxiga keladigan bo'lsak, buni narxi 26 million so'm qilib beramiz. Hozirgi kunda 25 million, 24 million 500 ming so'mdan bozorda Samarqandda aytaman men. Boshqa bunda nomlari almashgan firmalar bor. Har xil boshqa benzinli mototsikllar chiqqan. 24,5 million so'mga bir balonni sotyapti. Xuddi shunaqangi razmerlarda. Xitoydan keladi uni profili bilan, hamma narsasidan. Buni profillari o'zimiz O'zbekistonda yasaladi. Ancha yildan beri bor zavod, o'zini oqlagan baquvvat profil. Plus narxi 26 million so'm. 1 million 500 ming so'mga qo'sha balon. Buni qo'sha balonligi anchagina yuk ortgandan biladi o'zi. Yuk ortib yuradigan. Aniq tiniq ko'rsatib qo'yasizlar shu yerdan. Qo'sha balonligini. Ha. Keyin bunaqangi skuterlarimiz, tritsiklarimiz ham bor. Skuterlarga keladigan bo'lsa, hozir ichkarida uni ko'rsataman, alohida video qilamiz uni. Newstardan xuddi o'sha qo'sha balonning bir balonisi. Ha, bir balon. Ha. Narxi buni 22 million so'm. 200 kubali 60 talik vilkalari bilan, 220 bortlari. Xullas kalom, Bitta shu balonida farq qilyaptimi? ha, balonida farq qiladi bo'ldi. Buni sifati u bilan buniki bir xil. Faqatgina shu balonida raziyasi bor. 22 millionga beramizmi? 22 million so'mga beramiz. Buni zadnimoz sal kichikroq bo'ladi. Uni qo'sha balonliga zadnimoz chuloqlari baquvvat shunga moslashgan bo'ladi. Bexijolat kelishsa olib ketishsa bo'ladi. 10 tami 15 ta qoldi bundan qo'sha balondan. Ko'p edi, soni juda ham ko'p edi. Endilikda 1 tonnalik elektronli skuterlarimiz kelib turibdi. 13 million, 12 million, 11 million 500. Bu tritsikllar endi hamma joyda bor. Buni menimcha uzoqdan bizlarga kelib, uzoqdan kelib olib ketish qoplamaydi. Shu yerdagilar bilishadi o'zi. Ichkariga kiramiz endi. Skuterlar. Bitta joyga 200 ta yig'ib qo'yganning foydasi yo'q. Har bittasidan bittadan taklangan bu yerda. Ha, hamma modelidan. Ha, mana bu kompyuterimizni ko'rsatib qo'yasizlar. Keladi, firmalar, magazinlar, optimchilar kelishadi-da. Mana bundan bitta, bundan 10 ta, mana bundan 8 ta, bundan 20 ta deb turib olib ketadi. Biz nafaqat chakana va ulgurji savdolarda shug'ullanyapmiz hozir.
nima deysiz, o'zimizning joyda optim donaboy ham, Optimga ham, donaga ham. xohlasa terilgan holatida, xohlasa korobka holatida, kelishsak, xohlasa dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Dastavkani kelishib, arzonroq o'zimizning shunga moslashgan skuterlarni tashishga moslashgan shofyorimiz, mashinalarimiz bor. Olib borib chiroyli qilib. Ha, modellarni so'rashadi. Magazinchilar ham ko'rib qoladi-ku, qani kim ekan bu desa, yaqin viloyatdagilar. Xohlagan firma bu yerda sanab o'tishim mumkin. Demansh, Cavallo, Adel. Xullas skuterchilarning jamiyatisi bor. Xohlaganida. Ha, shu cho'ntaklar deymiz, modellar nomlari almashib keladi. O'sha Xitoy zavodidan chiqib keladigan. Tank ham bormi? Tank deydi, boshqa deydi. Mana buni misol tank deydi-da. Hamma firma har xilcha nomlaydi. Rasmlarni tashlayman, biz bilan hamkorlikda ishlaymiz deydiganlar bo'lsa, Optimga. o'sha Samarqand viloyati Bulung'ur tumaniga ham bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Qo'qon yoki Toshkent narxida qilib bera olaman. Kerak bo'lsa 5 dollar, 3 dollar arzon ham bera olaman. Korobka holatida olsa, o'sha shu tarafdan taklif qilinayotgan narxdan arzon ayta olaman. Xohlasa so'rab ko'rsin, Telegramdan pastda nomerlar qoldiramiz, to'g'rimi? Aha. Nomerlar qoldiramiz, so'rab ko'rishsa, Shunda tirikchilikka olib sotaman deganlar ham bemalol aloqaga chiqaversin. ha, bemalol olib sotaman deydiganlar aloqaga chiqishi mumkin. Misol ba'zi skuterlarimiz bizlar bitta furaga 140, 150, 170 tagacha ketadi. Aha. Biz bitta modelidan misol 50-60 tadan zapasi bilan turadi-da. Biz o'zimizning o'tkazadigan joylarimiz bor, shuning uchun zapasi bilan turibdi. Ba'zi skladlarda qolmay qolgan bizda bor. Bor, istagancha. Ha, chiqishadi aloqaga, misol uchun kelishsa, bemalol birga hamkorlikda ishlab ketaveramiz. Narx перечисление kartadan xohlagan variantiga ishlaymiz. Перечисление bo'lsa ham shu 100 100 qilib ishlab chiroyli qilib. Sizlarga rahmat. Tushunarli. Qolamiz. Sizga ham rahmat. Bayram yaxshi o'tkazing. Bo'ldi endi. Hammani- Qo'yamiz endi. Hammani kutib qolamiz aka. Rahmat. Mayli.